Davom etamiz. Yo'llarda bolalar o'limining oldini olishga qaratilgan targ'ibot tadbirlari doimiy olib borilyapti. Voyaga yetmagan bolalarga avtotransport vositasini bermaslik masalasi ham hamon dolzarbligicha qolmoqda. Afsuski, ayrim ota-onalar bunga beparvolik bilan qarashyapti. Qo'qon shahrida yuz bergan avtohalokat ham maktab o'quvchisi tomonidan sodir etildi. Hozir shu haqda. Qolgan chekka joyda Qo'qonimizda chekka joyda maktablarga ulgurmagan bo'lsak ham, lekin shu maktabga bir marta emas, ko'p marotaba kelib aytiladigan narsada. Yo'l harakati xavfsizligi xodimlari ta'lim dargohlarida bunday targ'ibot tadbirlarini doimiy tarzda o'tkazib keladilar. Maqsad esa maktab o'quvchilari bilan bog'liq bo'lgan yo'l transport hodisalarini oldini olishdir. 20 kilometr joyni panjaralarni to'sdik. Sabab nima? Piyodalar belgilanmagan joydan o'tmasini to'sdik. Hozir inspektorning jon kuydirib gapirayotgani bejiz emas. Sababi aynan ushbu 41-maktabning 9-sinf o'quvchisi o'z boshimchalik bilan avtomashina boshqarib, bir oilaning guldek farzandi hayotiga nuqta qo'ydi. Ayrim ota-onalarning puli ko'p bo'lishi mumkin. Gay xodim olib kirib qo'ysa, mana senga jarimasini to'lab qo'yishi mumkin. Lekin buni farzandi, buni qaysi bir ota-ona farzandini jonini qaytarib bersin endi shu ota-onalar. Qaytarib bera oladimi? Umrini qaytarib bersin. Yo'l transport hodisasi natijasida piyodalardan biri vafot etgan bo'lsa, qolgani turli darajada og'ir tan jarohati olib shifoxonaga yotqizilgan. Eng achinarlisi, ular ham hali voyaga yetmagan qizlar bo'lgan. Men Qo'qon shahar 41-sonli maktabda 9-sinf o'quvchisiman. Meni haydovchilik guvohnomam yo'q. Oppoq mashinani so'roqsiz olib chiqib ketib, o'rtalarim bilan aylanib yurganda, piyoda yo'lida o'tib turgan piyodachilarni urib shifoxonada borishimiz bilan bir kishi jon berdi, bir kishi reanimatsiyada. Ganishim nafsdaman, hech kimga ravo ko'rmayman. Bugun ming afsuski, ayrim ota-onalarning farzandlariga nisbatan e'tiborsizligi yoki bo'lmasa farzandning ko'ngliga qarashi mana shunday baxtsiz hodisalarga sabab bo'lmoqda. 41-umumiy o'rta ta'lim maktabida yo'l transport hodisasi sabab o'tkazilgan muhokama yig'ilishida ham ota-onalarning beparvoligi farzandining tarbiyasi bilan yetarlicha shug'ullanmayotgani tanqid ostiga olindi. Redkardan hushyor bo'ling, farzandlarning qo'liga ko'p pul bermanglar, nazoratini oling. Redkardan borib turib, mashinani olib, minatda avariya qiladi. Yo'l harakati xavfsizligi xodimlari tomonidan ota-onalar va maktab o'quvchilari yana bir bor hushyorlik va ogohlikka chaqirilib, e'tiborsizlik va qoidalarga amal qilmaslikning yakuni anchayin achinarli bo'lishini yana bir bor eslatib o'tdilar.